Mana bugun maktabimizga Diniy tadbirkorlik pedagogika instituti moliya va bank ishi kafedrasi professor o'qituvchilari hamda volontyorlar birgalikda Mana bugun Diniy tadbirkorlik va pedagogika instituti moliya va bank ishi kafedrasi o'qituvchilari tomonidan Oltiqsoy tumanida bizga biriktirilgan 24-sonli yashil dastur doirasida maktab tomonidan ajratilgan yer uchastkasida ishlarini bu yashil makon dasturi asosida bundan biz bu maktab bilan hamkorlikda ishlarni olib boryapmiz.